Oho, ana. Kosalarni bo'sh qilib bolamni ham rizqini yeb o'tiribsizlarmi? Gapirmang, oyi. Bo'ldi. Uyalmaysizlarmi? Bolani ham rizqini yeydimi? Tavba qildim. Men tushunmadim. Oysanam nima bo'lyapti bu yerda? Ana, ko'ring. Ovqat bermayapsan, ota-onamga yaxshi qaramayapsan deysiz. Bolani ham rizqini yeb o'tirishibdi-ku mana. Umidjoningiz hadi bana ovqatini tashigan. Menga qara. Bu gaplar o'zi aslida haqiqat. Umid ham gapiryapti, sen umuman ota-onamga ovqat bermayotgan ekansan. Nima sen shunchalik ovqatdan qisyapsanmi? Hech narsadan qisganim yo'q, hali. Yo'q, senga ro'zg'or but bo'lmayaptimi? Nima deganingiz bu dadasi? Ana qarab o'tiribman-ku. Shularga qaraganimga hurmatingiz shumi? Rahmatingiz shumi? Ovozingizni pasaytirib gapirman bilan. Pasaytirmayman. Hozir noto'g'ri gapirdingiz siz. Ota-onangizni oldida meni yerga uryapsiz. Men bor narsani qarayman. Hammani oldida sharmanda bo'ldim-ku. Keladi ani kuni kelinim ham keldi, hid bosib ketibdi uyingizda. O'qildi, bo'qildi. Men ham uyalaman odamlarni oldida. Oysanam, bo'ldi, pastroq gapir. Bas qilmayman. Bo'ldi, jonimga tegdi hamma narsa. Pastroq gapirdi, ammo qo'ni-qo'shni eshitsin, nima deydi sen? Eshitsin. Hamma biladi, qo'ni-qo'shnilar. Hamma qo'ni-qo'shnilar biladi. Sen ota-onamni oldida menga baqiryapsan. Oysanam, o'zingni bosib oldiyman men senga. Ortiqcha gapirmayapman. Yo'q, mana qarang, yana gap tashigan. O'g'lingizni hamchi, mana bular buzib bo'lgan. Umuman gapimga quloq solmayapti. O'sha bu deganing meni ota-onam bo'ladi, tushundingmi? Qo'lingiz og'riyapti. Hali rahmatingiz shumi? Bo'lmayman. Yurma. Keling. Bitta gapdan qolsangiz bo'ladi-yu. Bolani sen urma ayol kishini. Bo'l. Bor. Mana kelishmoqchi. Boring qarang. U kelinni urib qo'ymasin. Nima bo'lganda ham u ayol kishi. Bora qoling. Hey. Xudoyim.